sizlar bilan o'qituvchingiz Obloq sartarosh. Agarda qonun qoidani buzadigan bo'lsak, yuridik o'quv binoda birinchi jazoimiz qanaqa bo'ladi? Birinchi jazoimiz kichkina bo'lgan kundalikdagi ballaridan tushiramiz. U 20, 30, 40 ballgacha tushadi va yig'ib beradigan kreditlarimizni o'sha kuniga ish faoliyatidan tashqari, o'qish faoliyatidan tashqari praktika qiladigan kreditlarni ham yig'ilib boshqa qilib yoki qo'shimcha haydovchilik guvohnomasingizda yoki boshqa qiladigan praktikalarni bitta yoki ikkita qilib kundaligidan kamaytiramiz va shundayam tarbiyalanishi qiyinlashib boruvchi undan keyin boshqa choralarni ko'rib barcha kundaliklarni kamaytirib o'qishdan chetlatamiz. Undan keyin esa kichkinagina ajrimlar yoki boshqasi tayin bo'ladi. Kichkinagina ozodlikdan mahrum qilish kundaliklarni belgilab o'sha o'quvchilarimizni o'zimizdagi qanaqa bo'lsa ham unaqa sinovlarga